Obbo. Aka, nima qildingiz? Yangi mashinani dabdala qildingiz-ku, ko'zingizga qaramaysiz. Voy aka, lekin ming bor uzr ko'rmay qoldim aka. O siz oldingizga kelganiga o'tdim. Palakatda aka. Xavotir olmang, bu narsa o'zimizning qo'limizda aka. Do'konga kirib bizga keyinchalik bergunizgacha shogirdlarga aytaman, mashinangizni zo'r qilib tayyorlab tashlab ketishadi. Точнami aka? Точно aka. Qali aka, obraz yoqdimi? Obrazga gap yo'q aka, menga yoqdi. Mashinangiz ham tayyor bo'ldi, mana keldi. Zo'r aka, mashina yoqdi menga. Mashinangiz yangi ekan, birato'la polirovka qilib yubordik aka. Hamshi yaltirab ketibdi-yu bu. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasiz. Rahmat aka. Sog' bo'ling.